Navbatdagisi Lao Tzu miloddan avvalgi 579-499 yillar o'tgan xitoylik faylasuf Lao Tzu Chu podshohligining fuqarosi bo'lib, asl ismi Li Er edi. Lao Tzu ustoz Lao degani ma'noni anglatadi. Lao esa laqab bo'lib qariya deganidir. Lao Tzu Chizhou saroyida arxiv xodimi bo'lib xizmat qilgan. Konfutsiy bilan uchrashgan. Lao Tzu Chizhou saltanatining inqiroziga yuz tutganini ko'rib iste'foga chiqadi va tarki dunyo qilib g'arbga qarab yo'l oladi. Chegaraga yetib kelganda chegara boshlig'i undan o'z vataniga nimadir qoldirib ketishni so'raydi. Li Er chegara boshlig'iga 5000 belgidan iborat qo'lyozmani topshiradi. Bu tarixda Daoizm, ya'ni ezgulik yo'li yoki kuch va harakat haqidagi kitob degan ma'noni bildirar ekan. Nomi bilan mashhur kitob edi. Bu kitobda Dao ta'limotining mohiyati haqida so'z boradi. Dao hieroglifi ikki qism shou bosh va tizou bormoq degan so'zdan iborat. Bu odamlar yuradigan yo'l degan ma'noni bildiradi. Hozirga kelib Dao qonuniyat, qonun degan ko'chma ma'noni anglatadi. Endi uni hikmatlaridan. Dao zamin va osmonning ildizidir. Dao hamma narsaning onasi, olamning asosidir. Endi haqiqatdan qonunlar hammasi olamda asosligini aytmoqchi bo'lyapti. Keyingisi Daoning na siyrati, na ovozi, na shakli bor. Unga qaraysan, ammo ko'rmaysan. Quloq tutasan-u eshitmaysan. Qulaysan-u tutolmaysan. Endi qonunda hech kim tutolmaydi, ko'rmaydi, shuni haqida gapiryapti. Keyingisi osmon ostidagi hamma narsa omonatdir. Endi dunyoning omonatligi haqida aytib ketyapti. Keyingisi mustahkam va kuchli narsalar o'lim xizmatkorlaridir. Gap yo'q. Keyingisi baxtsizlik u baxtning tayanchidir. Baxtiyorlik unda baxtsizlik yashirin. Baxtsizlik bilan baxtlikni yonma-yon yurishni aytyapti. Sharh surasidagi. Keyingisi buyuk ishlar albatta mayda ishlardan boshlanadi. Gap yo'q. Keyingisi mo'rt va ojiz narsalar mustahkam va kuchli narsalar ustidan g'alaba qozonadi. Yer yuzida suvdan yumshoqroq va zaifroq hech narsa yo'q. Ammo u mustahkam va kuchli narsalarga hujum qiladi. Hech qanday kuch uni yenga olmaydi. Keyingisi bilguvchi so'zlamaydi, so'zlaguvchi bilmaydi. Keyingisi nafratga yaxshilik bilan javob qaytarmoq kerak. Keyingisi g'animni to'g'ri baholay bilmaslikdan ko'ra og'irroq kulfat yo'q. Keyingisi meni qancha kam bilsalar shuncha qadrliman. Shu tufayli donolikda komil odamlar qalin, dag'al liboslarga burkanib, qo'ynida yashma toshni yashirgan odamga o'xshaydilar. Keyingisi odamlar ortingdan ergashishni istasang, ularning ortidan yur.
Keyingi hikmatlaridan. Tak, o'z xohish istaklaring chegarasini bilmaslikdan ortiq baxtsizlik bo'lmaydi. Haligi ko'rpangga qarab oyog'ingni uzat, yo bo'lmasa sichqon iniga sig'maydi, dumaga g'ilvir bog'laydi degandek, ba'zan haligi nimasiga qaramasdan, haligi imkoniga qaramasdan xohishlarini haqida aytyapti ekanda. To'g'ri. Keyingisi, fikrlaringizga ehtiyot bo'ling. Ular qilmishlaringiz isbotidir.